الله 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 ما لنا مولى سوى الله كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله زحزحي الحجب فقلبي غاب في ظلمة ذنبي نظرة في العمر حسبي تجعل الميت حيا كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Amma ba'du. Hürmetli qarindoshlarimiz, bizning bugungi dersimiz Sura Niso'ning 40-oyatiga keldik. Ilgirki oyatda Alloh subhanahu va taolo shunda bir savol qo'ydiki, u qadar mazmunlarni o'z ichiga olgan. Ya'ni ular Allohga iymon etsa, Alloh bergan oxiratga iymon etsa va Alloh bergan imkoniyatlardan, rizqlardan yaxshi yo'llarga sarf qilsa, xayrlisa, nimasi ham bor degan bir savolni qo'yib qo'ygan Alloh subhanahu va taolo. Buning javobi bizga nihoyat aniq. Bu savol o'z ichiga olgan mazmunlar bizga ishorat qilmoqchi bo'lgan nuqtalar, nihoyat muhim nuqtalar deb biz buni ilgirki darslarimizda biroz oydinlashtirgan bo'ldik. Endi bugungi darsda shu savolga binoan, shu savolga mos shaklda Allah subhanahu wa taala her adamning qanchalik ish qilganini to'liq bilan bilib turadi va buningga asosan mukofot jazo nihoyat aniq, hech kam qolmaydi, hech ortiq ketmaydi degan bir shaklda javob berib tavatudu. Astag'firullah. Innalloha la yuzlimu misqala zarratin va in taku hasanatan yuda'ifha va yu'ti min ladunhu ajran azima degan oyatlar bizga javob beradi. Allah zarrachilik zulm qilmaydi. Ya'ni qilgan yomonliqing, askiliking hargizmi oshirilib jazolantirilmaydi. Qanchalik qilding, shunchalik jazoga uchraysa. Ammo yaxshilik babiga kelgan vaqtimizda mesele biraz farklı. Yamanlık olan yaxşılıqning hisoblanish ahvoli o'xshamaydi. Agar yaxshilik bo'lib qolsa, Alloh buni hissalaydi va o'z fazlidan büyük ajrlarni qanday qiladi, beradi. Oyatda Alloh misqalchilik, zulm qilmaydi degan bir ifoda keldi, qarindoshlar. Biz bu nuqtadan zulm ifodasi haqida biroz to'xtalamiz. Zulm odatda har qanday odamdan zulm degan nima desa, zulm boshqalarning qon, teri badaliga erishgan emgaki natijasini birovning qon, tersiz, badalsiz, emgaksiz o'zining qilib olishi. Yoki boshqalarning qon, teri badaliga kelgan bir haqning birovlar tarafidan yana birovlarga haksız bir şekilde, nahak, yolsuz bir şekilde ibirlişi, bunu biz ne deyimiz? Zulüm deyimiz. Yani birisi başkalarının emgiküyle menfaatlense, başkalarının kan ter bedeliyle üzünü semiritse, üzünün yancıkını toplasa, ya ki her kandak bir şekilde üzü şunun menfaatlense, bunu olsun zulüm. Ya ki başkalarının nimesi bilen kan ter bedeliga menfaatlendirse bunu olsun zulüm. Endi biz şu noktadan Allah subhanahu wa ta'ala'nın biz tushungan sifati bilan bizning Allohga bo'lgan e'tiqodimiz bilan turib udlab baqayli. Allohga musbat tushunmaydi. Dedik ya, zulm başqalarının emgikidan menfaatlanish yoki başqalarının emgikini başqalarının emgiki bilan başqalarını menfaatlantirish. Endi Allah subhanahu wa ta'ala'nın
Allah en büyük güç kudret sahibi. Allah'ın üstünde hiç kim yok. Allah hemmini yaratkan degan e'tiqodimizla o'ylagan vaqtimizda yuqorqi zulmning qaysi shakli Allohda tepilishi mumkin? Nauzubillah. Agar adati zulm qilg'uvchining kuchi, imkoniyati, qudratiga qarab turib egriya yengildi. Agar Alloh zulm qilib qog'ida ko'p qolsa, u vaqtda zulmning hajmi qanchalik bo'lar? Allah birovlardan elib olgan narsadan o'zi manfaatlanamdi. Allohning bunga ehtiyoji bormi, yo'qmi? Yoki buningdan elib olib uningga berami? Bularning hech bir qaysi aslo va aslo mumkin emas. Chunki deganimizdek Allah bütün kuch-qudratning ustida. Allah o'zining bandalaridan hech kimga ehtiyoji yo'q. Qandaqmi Allah o'zi bergan narsani o'zi zulm qilib elib olsin. Andikin Allohning nazarida bütün bandlari o'xshash. Bu bizning aqida tavhid asosimizdan ilingan prinsip. Allah hech ayoli yo'q yo balasi yo'q. Allohning ayoli yo'q, bali yo'q deganning o'zi Allohning nazarida bütün bandlar tamamen o'xshash. Hamma Alloh yaratdi. Allohning hech kimga yaqinchiligi yo'q. Allohning hech kim bilan tuqqandarchiligi yo'q. Bu nuqtadan biz yuqorida deyilgan zulmning turi, ikkili turi ya elib boshqalarning qon ter badaliga o'zining manfaatlanish yoki boshqalarning qon ter badalidan boshqalarni manfaatlantirish har ikkilisi mayli aqliy nuqtadan yoki mantiqiy nuqtadan Allohga bo'lishi, Allohdan yuz berishi aslo va aslo mumkin emas. Allohninki bir odamning qilgan yaxshiligini zoya qilib o'tishi yoki bir odamning qilgan yomonligini hassa ko'paytirib qilib o'tishi aslo va aslo mumkin emas. Dedik ya Allah bütün bandlarni Allah yaratgan, bütün bandlar qilayotgan ishlarning hammani Allah yaratib, Allah o imkoniyatni bandlarga bergan. Undan keyin Allohning biz degan yuqori ishlarga hech ehtiyoji yo'q. Qur'onda Allah o'zining zulmini inkor qiladi. Sura Fussilatning 46-oyatida "Va ma robbuka bizallamil abid." Allah o'zining bandlariga hech qachon zulm qilmaydi deyapti. Mushu oyatda keltirilgan bir ifoda arab til nuqtasidan, ifoda nuqtasidan bizga biroz o'ylanishga chaqirdi bizni. Normalda Uyg'urcha tarjimasini qilgan vaqtimizda Alloh bandalariga zulm qilmaydi yoki hech qanday zulm qilmaydi deb ham o'tib ketdi. Ammo arab tilida bu yerda qo'llangan ifoda zallam, zolim ifodasi emas, zallam ifodasi bor. Zallam ifodasi odatda arab tilida mubolag'a, ya'ni oshirma sifatni ifodalaydigan bo'lib, doiraning hammani o'z ichiga oladi. Yani Allah meyli san cihatte, yoki hacim cihatte, cho'ng kichiklik cihatte hech qanday zulm Allohdan bermaydi, yuz bermaydi degan ma'noni qanday qilishi mumkin, ifodalashi mumkin qarindoshlar. Endi buna degan ahvol ostimizda. Qaraylik, mush nuqtadan hozir Allah hech qanday cho'ng kichik nuqtadan zulm qilmaydi dedik biz. Oyatning oxirisiga qarasaqmi, mushuning bir ifodasi bor. Yani oyatning oxirisida misqala zarra degan bir ifoda bor. Misqal degan odatda nima desa, ya'ni bir egrilik ifodasi. Ya'ni yer sharining bir tortish kuchi bo'ladi ya. Zimindagi shaylar cho'ng kichikligi, yer sharining tortish kuchining uningga bog'lanadigan darajasi yoki miqdori qarab turib egri yengillikli bo'ladi. Cho'ngroq narsalarda yer shari bakroq tortish kuchiga ega, bu pastga bakroq tushadi, ya'ni egri hisoblanadi. Ya'ni demak cho'g'ini misqolning ma'nosi shu narsaninki egrilik ifodasi. Endi zarra degan so'zga kelganman vaqtimizda. Biz Uyg'ur tarjima qilgan vaqtimizda zarra degan so'zni zarracha deb tarjima qilamiz. Qadimgi Turas tafsir kitoblarimizga qaraganimizda zarra degan so'zni har xil tafsir qilindi. Masalan, ba'zilar uni kichik chumilining qilsichak deydiganlarmi bor. Ibn Abbas radhiyallohu anhudan so'ralgan vaqtida chang to'zang to'pa bunda pulab uni to'zutib havoda uçuşudu ya bir çang tuzang, şu çang tuzangning bir parçasini zarra degan bir şekilde qanaqa qildi tafsir qilgan ahvollarmi bor. Ya'ni ko'pincha vaqtlarda masalan
öyləgə, derizelerden, yani yuçuklardan gün nuru düşkən vaxtıda biz şu gün nuruda uçuş büyüyen bir nəslərini görürüz. Bunun ismi nemo? Zerre. Endi nima uchun onu gün nuruda görürüz? Gün nurudan başka görürüz. Çünkü onun kiçikligidan şu derecedeki bizning normal holatda ko'rish doiramizdan mı kichikmakchi? Fakat ma'lum bir muhit şekillengende görünüyordu. Özü görülüdüğün bir muhit şekillengende. Normal halatda bizning ma gözülen onu kögülüm. Hem de şu noktadan kelgen vaktimizde, şu noktada turup ağa vaktimizde ma'nani Allah zerreçilik, zerre eğirçilik, zerre miqdarıçilik zulüm kılmaydı degini dünyadaki en küçük veznini ifadeleydi bu yerde. En küçük vezni. Eğer zerreçiliğin küçük neresi bağıp kalsaydı, bağı adatekin ifadelendi bu. Bunun derecelik mi qanday qilmaydi? Çünkü ayetlerin tefsir qilgan vaqtda biz bunu ilgili derslerimizde ancha-muncha deb o'tdik. Ayetlerin ma'nosi bir ayetullam to'xtamaymiz. Belki bu ayetlerin ma'nosi boshqa ayetlar bilan ma'no bir tarafga burildi yani. Ma'no muayyanlashtirildi. Bu yerda zarrachilik ifodasi qo'llandi ya Allah subhanahu va taolo. Bu faqat Allah zulüm kılmaydıgan çekinin derecesi emas. Fakat bunun bir misal keltirilgen nokta. Yani eğer zımında ben bayatın bir nesini dedim eğer dikkat kılgan bolsаңlar. Bu fakat Allah zulüm kılmaydıgan çek kaysı dese zımında mevcut bolgan en küçük çekni ifadeleş bu yerdeki maksat. Qandaqdır? Zerreçilik degenden keyin belki nurgun kep çıkışı mümkün. Çünkü zerre normalde yoğunuşu mümkün. Normalde qana qilishi mümkün, kichiklishi mümkün. Eğer zerreni ölçem qilgan vaqtimizda nasıl chiqadi? Zerreçilik deb tarjima qilyapmiz. İfademiz şu, yani irada qilingan mazmunimiz şu. Yani insaniyet, hayatta, mevcudiyette, yer şarida bab bo'lgan en küçük hacim bolsa, meyli o zerre olsun meyli, zerreden başka narsa olsun meyli, işqilib ba hacimden en küçüğünü ölçem qilib tursak, mevcudat içinde ba hacimden en küçüğünü ölçem qilib turib, muşa hacimde Allah subhanahu va taala qanday qilmaydi? Zulm qilmaydi. Hem biz bu yerda zerrege kirishib qoldik. Çünkü Qur'onda zerre degan so'z tilga ilindi. Biz bunu normal yuqorida tushungandek tushunib o'tib ketsak, masala chiqmaydi. Ammo din düşmanları ya ki Kur'an'dan yüçük tapmakçı oğanlar. Kur'an ifadelerinde aynı anda hatalıkçı, tımında hatalıkçı digili başta marap durduğu insanlar var. Gerçek gibi mantıksız olsun deliliz. Şunun için ançı-munça bazı meselelerini depkış doğru kılıdı. Hayatta, mevcudatta meyli çoğ neslerinin üzgüçlük hacimi ve ururlaştırılışı birikmiş soruldu. Kiçik neslerinin üzgüçlük hacimi. Meyli o bizning nazarımızda kiçik olup gelsin, öz dünyasında kiçik emez. Zerreni biz közümüz kögül olmaydı. Gün nurudu kürümüz davatımız, mikroskop kürümüz davatımız. Onun içinde mi hem onun da mı küçük? Öz aldığı bir dünyası ege bir nesle var. Mesela bunun silah çöngüdek bir misal ne isem? Sünniye müradın tatılgan yarışarının sürtüge qarğınınlarda yarışarının üstüdün yarışarı bunda bir sızık saman deniz yerleri biraz başka rəngdə, quruq yerleri başka rəngdə görünüdü. Eğer muş resim süzük tatılgan bolsa, süzüklük derecesi yuqarı tatılgan bolsa, yuğunatqınımızda şəhərlər asta görünüdü. Resim yuğunatqınımızda. Texim yuğunatqınımızda şəhərinin koçuları gıcı görünüdü. Hatta koçuda ketib atqan, şu vaxt resimdə atqan vaxtı bab bolğan maşinaninki numar taxtısı mı görünüş mümkün. Ama asli həcmdə qoyğan vaxtımızda heç kim görənməyimiz. Nimişqə əslində heç kim görənməyən resim yuğunatqanı göründüsə, şu əslində halətdə gözümüzə görənməyən nərsələr aşının içində var. Yani biz bu yerden şunu düşündürmekçi ki dünyada her mevcudatının öz aldığı bir dünyası var, özüge akan bir haleleri ve ahvalları var. Belki bunun en küçük zerre oluşu mümkün, zerreden küçük nesle hem buluşu mümkün. Yani Allah subhanahu ve taala bu yerde demek ki onun neymi o dese, nokol zerreni ölçem qilib turib, mush zarrachilik zulm qilmaydi, undan tuva zulm qildi demakchi emas. Faqat Allohdan asla ve asla zulmni nima qilmoqchi, inkor qilmoqchi. Unda desak, unda deganimizda zarra
keyingi ulamolarning tadqiqoti bilan zarradanmi kichik narsalarning bog'liqi ifodalandi. Nima uchun zarrachiga buncha taqlib olamiz? Masalan, nima uchun bu to'g'riliq gapni jiqilib o'tib kelsak bo'ldi-ku deyishim mumkin. Men bayatdan dedim ba'zi sabablarni, ba'zi nuqtalarni bayatdan dedim. Qur'onda uning ustiga yaxshilik, yomonlikning o'lchamlari, Allohning zulm qiladigan, zulm qilmaydigan taraflarining darajalari zarra ifodasidan qo'llanilgan. Bu amalanga notunish emas. Faman ya'mal mithqala zarratin khayran yara. Kim o'zining qilgan zarrachilik yaxshiligini ko'radi, har qanday odam o'zining qilgan zarrachilik yomonligini qanday qiladi ko'radi. Ya'ni bu yerda zarra masalasi Qur'onda bir o'lcham shaklda, ya'ni boshqalarga eng tuvan hajmni ifodalagan bir shaklda o'tirib chiqqan. Endi ba'zi kishilar bayatni deganimdek Qur'onning xatoligi, ularning nazaridagi atalmış xatoligini tepib olish uchun harakat qilayotgan kishilar o'g'achqa biz shunashqa zarra masalasiga biroz qanaqanday kiryapmiz. Chunki zarra eng tuvan o'lchamni, eng tuvan hajmni ifodalash uchun ko'rgan bir tamsili, ya'ni misol sifatida qo'llanilgan bir uqum deyishimizning sababi chunki zarramo ham qanaqalangan parchalangan. Keyingi vaqtlarga kelgan vaqtida Qur'on ta tushgan vaqtdan tortib qiyomatga qadar hammaga nisbatan bir mo'jiza kitob. Qanaqdir Rasulullohning davridagi ong uqumga munosib bir shaklda bayon qilinib, keyingi davrlarga kelgan vaqtda mos kelmaydigan, bu qog'adigan kitob emas. Har davrning kishilariningki ong, tafakkur, tasavvur, aqli iqtidoriga mos shaklda bir narsa bilalaydi. Bu nuqtadan men ma masalani biroz sizlarga qanday qilmoqchi, ochmoqchi bo'lyapman. Ammo Qur'onningki manda bir nuqtaga diqqat qilsanglar, manda bir taraf bor. Qur'on har zaman bizga bir narsa bersa, foydali bir narsa beradi. Ammo foydasi bo'lmagan, ziyni bo'lmagan narsalarni Qur'on bir o'tamaydi. Masalan, o zaminning yumaloqligi deyli. Zaminning yumaloqligi biz bilsak bizga qanday foydasi bor, bilmasak qanday foydasi bor. Agar Qur'oni Karim shu xildagi fan tadqiqotlar kitob bo'lgan bo'lsa, uni deyish kerak. Ammo Qur'on kishilarni to'g'ri yo'lga yetaklash, hayot yashash jarayonidagi o'lcham, yashash o'lchami, yashash yo'li, yashash manhajini ko'rsatish, yaxshi yomon, har qanday ishning yaxshi yomon tarafini bildiruvchi kitob bo'lg'achqa, uning bilan aloqasi yo'q. Zaman milyon yıllarca insanlar yaşadı, yaşarının yumulaqlığını bilmedi, hiç ziyan yok. Biz yaşarının yumulaqlığını bildik ve bizge hiç qanday bir fayda ziyan hem kemidi. Şun aşqa Qur'oni Karim aqllarga qanday xitob qiladi? Ahmiyati bo'lgan, foydasi bo'lgan nuqtalardan va hayotga keraklik bo'lgan prinsip, asosiy manhajiyat masalasini o'rtaga qo'yadi Qur'oni Karim. Ama Qur'oni Karimninki bir alohidligi Allah tarafından düşürülgen boğaçqa, muş zeminni yaratgan zat tarafından düşürülgen boğaçqa, insanı yaratgan zat tarafından düşürülgen boğaçqa ortaga qo'ygan hech qanday fikri kim fan texnika orqali ilm taraqqiy qilish orqali bayqalgan nuqtalarda qolgan ahvol yo'q. Chunki insonda, zeminda, osmonda mayli, mavjudatning hammasida bayqıladığını bası bayqıladı, yo'q narsa bayqalmaydı. O banasını biz bunu bilmeyli. Yaratquchisi biladi, Allah biladi. Şoňa Qur'oni Karimdagi har qanday bir haqiqat o'rta qo'ygan fikr asla va asla insonlik kin bayqab chiqqan ba'zi bayqilmalar yoki ba'zi nazriyalar bilan asla va asla nazriya madam to'g'rilam haqiqiy tajribadan o'tgan nazriya bo'lsa asla qanday kelmaydi, zid kelmaydi. Shu bu yerda men demoqchi bo'lganim nima desa, Allah yaxshilikning, yomonlikning kichik darajasini, bayatım bu zulmning darajasini o'lchash uchun zarrini ishlatdi. Ba'zilar mushun tutulib nim deydi. Qur'on eng kichik narsani ifodalayman deb zarrini qo'llanibdi. Halbuki fan texnika keyingi ulamolarning tadqiqoti zarradanmi kichik narsaning borligini o'rtaga qo'ydi degan bilan o'zini g'alaba qilgandek o'rtaga chiqardi. Xuddi Qur'oni Karimni yengib olgandek turdi. Ammo biz shularga deymizki, Qur'onning oyatlarini tushunishda oyatlarning umumiy nuqtasini tushunamiz, bir oyat nuqtasini emas. Bir oyatni izohlash uchun yana bir oyat munosabatli bo'lgan, yana bir oyatni akilimiz bu yerga. Masalan, biz zarraga munosabatli oyatlarni qanday boqaylik, izlab boqaylik Qur'oni Karimdan.
Sura Yunus'ninki 61. ayetida mana deyildi Allah subhanahu ve taala. Ve ma takunu fi şa'nin ve ma tatlu minhu min Kur'an ve la ta'malun min amalin illa kunna alaykum shuhuda. İz tufidun fihi ve ma ya'zubu an rabbika min mithqala zarratin fil ard ve la fis sama ve la asghar min zalik ve la akbar illa fi kitabin mubin. Ayetning umum mazmunidan bizga munosabatli bo'lgan tarafi Allah'ның bilish doirasidan osmon zaminda hech narsa sirtida qolib qolmaydi. Hatto zarrachilik, hatto zarrachidan kichik, hatto zarrachidan cho'ng. Hech narsa Allah'ның bilish doirasidan qolib qolmaydi. Hammasi ochiq, ro'shan kitobda xotirlanlik. Men qarayli, qo'llangan ifoda qaranglar. Zarra va zarradan kichik. Va zarradan kichik degan ifodada yana arabcha o'qisning yana bir alohida ifoda bor. Zarradan kichik degan vaqtda Uyg'ur tilidagi kichik ifodasini qo'llanmoqlik. Eng kichik ifodasini qo'llanmoqlik zarradan. Mushuni qaragan vaqtda zarradan kichik va uningdan eng kichik Qur'onning ma ifodasiga qaragan vaqtida. Bu bir yerliklam oyat emas uning ustiga. Bir yerdagi oyat emas. Yana bir oyatga qarab boqaylik. Sura Sabaning 2-oyatida ya'lamu ma yariju fil ard va ma yakhruju minha va ma yanzilu minas samaa va ma ya'ruju fiha va huval ghafurur rahim. degan oyatninki oxir islom zamindan chiqqan, kirgan, osmondan tushgan, chiqqan hammani Alloh biladi deb bo'lgandan keyin 3-oyatda bunda deydi. Va qalallazina kafaru la ta'tina as-sa'a. Kuffarlar shunda deydiki, qiyomat bo'lmaydi. Qul shunda denki, bala buludu. Va Robbim bilan qasamki, la ta'tiyannakum. Qiyomat cho'qim sizlarga keladi deb bo'lib, u Robbim g'aybni biluvchi, alimul g'ayb. La ya'zubu anhum mithqalu zarratin fis samawati va la fil ard. Osmon zaminidagi hech narsa Allohning ilmining sirtiga chiqib ketolmaydi. Va la asgharu min zalik va la akbar illa fi kitabin mubin. Oldingi oyatlarga o'xshash ifodadagi oyat. Ya'ni zarrachilik, zarradanmi eng kichik, zarradanmi cho'ngroq, zarradanmi kichikroq, zarradanmi cho'ngroq ifodasi qo'llanmoqda. Bu yerdami o'xshashlar. Ya'ni demak Qur'on zarra o'qumininki bir o'qum ekanligini, kichik narsalarni o'lchaydigan bir o'qum ekanligini, kichik darajalarni ifodalash uchun qo'llanmoq o'qum ekanlik va buningdanmi kichikning borligini. Maqolamga ifoda qaranglar, asghar, kichikroq, ya'ni kichigi va uningdanmi kichigi. Arab tilida af'al degan o'lcham bir narsaningki eng yuqori oshimiz paddash, uningdan biroz cho'ng'likni ifodalaydigan bir o'lcham. Asghar eng kichik degan vaqtimizda va buningdan biroz cho'ng'roq bo'lgan kichikimi bor degan. Demak, har xil darajaga zarraning o'z oldiga bir nimasi bor, dunyosi bor, qurilmasi bor va buningdan parchalangan vaqtda buningmi kichik bir holatlari bor degan ma'no Qur'oni Karimning. Mushoyatda oyatni bizlarga zarra o'qumini chiqarish uchun hozir sizlarga ifodalab davatimiz ya bu gaplarni. Mushoyatda diqqatimni tortgan bir ahvol bor. Nima uchun kuffarlar qiyomat masalasini inkor qilgan vaqtda zarraning gapini qiladi? Chunki qiyomatni inkor qiladigan Allah, oxiratni inkor qiladigan Allah asli yo'qolishni umid qilib deyishdi u gapni. Bo'lmasa ekan, chunki u yerga berib qolsa o'zining ko'giligining voligini, atgan qilgan atmishlarining qilmishlarining hisobini beradiganligini biladi. Buningdan qiyomatni yo'q deb inkor qilishdi. Bu inkori bularning nimasi? Arzusi amaliyotda. Allah bular qiyomat bo'lmaydi degan gapiga raddiya berib o'tib bo'lib, bularning shu qiyomat bo'lmaydi degan gapni digizgan omilni tilg'ilyotdi. Sizlarning qiyomatni bo'lmaydi deganinglar, o'zinglarning qilgan atgan yomonliklaridan qo'rqatsizlar. Halbuki Allah zarrachilik qilgan ishlaringlarning hammasini biladi va uningdan kichigini biladi va bularning hammasiga jazo beradi deb Mavloning asli ko'nglining tigidikini içivetdi Allah subhanahu wa ta'ala. Mesela qiyomat meselesi meselelerinin haqiqiy meselelerine, meselelerinin üzerlerinin qilmish etmishlarininki oldinlarga chiqib qilishi. Shunlashqa qayta tirilishni xohlamaysizlar, hisob ilinishni xohlamaysizlar, qiyomatning bo'linishini xohlamaysizlar. Bu sizlarning qo'rqadiganinglar davatudi Allah subhanahu wa ta'ala. Endi oyatning 5 zulm haqida bo'lib, Allohning qilchilik zulm qilmaydiganligi o'rtaga chiqdi. Bu yerda shunda bir qilliq xiyol qiladi. Shunda bir o'y qiladiki, har
Her narsa öz hacmida ölçülenadigan o'xshaydi. Yo'q. Allah'nınki bendilerinin işlerini hisobat qilgan vaqtidagi hisob sistemasi yaxshilik va yomonlikka o'xshamaydi. Yomonlikda zulm yo'q. Yomonlikda zulm yo'q. Birisi bir kishilik yomonlikqa qilmaz, bir kishilik ikki yomonlikqa qilmaz, 2-3 yomonlikqa 3 hech qanday zulm qilmaydi. Ammo yaxshilik bobiga kelgan vaqtida hisob aning o'xshamaydi. Yaxshilik bobi hassa hassilindi. Hatta necha yüz hassigacha hassilindi. Bu Allohning xolis fazli marhamati. Sura Baqaraning 261-oyat o'qib o'tdik qarindoshlar. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin. Oyat nima deydi? Özlerinin mallarını, özdeki Allah bergen imkaniyetlerini Allah yolda sarf qiladigan kishilar bir başaqning misaliga o'xshaydi bu. Bu başaq bir uruqqa o'xshaydi. Bu uruq 7 başaq chiqaradi. Har başaqda yüzlerce uruq var. Yani 700 hassigacha hassilanadi. Hesap o'xshamaydi. Allah'ın yomonlikni hisoblashi va buning jazo berishi, yaxshilikni hisoblashi va buningga jazo berishi tüptün o. Biz insonlik nuqtamizdan biz boshqa o'ylaymiz. Biz endi masalan valillahil masalul a'la. Allohning hech qanday o'xshashi yo'q. Alloh har qanday o'xshashdan munazzah pokdir. Biz bir masalani oydinlashtirib misol olaylik. Bir xizmatchidan birini ishlatsak, xizmatchi dastlab shirkatimizga kirgan vaqtda bir kishilik maosh belgilanadi. Undan keyin yaxshi ishlagan siri buningga mukofot deb aradigan ajrdan ortiq beriladi, darajasi o'stiriladi, maoshi o'sadi. Oxirisida keplam bak yaxshi ishladi. Bu yani idora qilishga loyiq ekan deb buni ko'tarib bilan yuqori o'ringa qo'ydik. Bu hasas qatlandı ya masalan. Mushunga o'xshashlan bilmayman. Mushuna tushunsak bo'ladi endi buni. Bende yaxshi ish qilgan sira Alloh subhanahu va taolo uningga o'zi loyiq bo'lgan miqdordan oshirib beradi uningga. Buni Alloh subhanahu va taoloning nimasi? Fazli, xolis fazli. Esingda bo'lsin. Bu yerda ajr masalasi bor. Ajrdan ortiq Alloh beradigan bir fazli marhamat bor. Ammo bu fazli marhamat Allohning beradigan, hassasilab qatlab beradigan ajr ma ortiq fazli marhamatda ajrga tayinib turib beriladi. Agar bir odam ajrga loyiq bir ish qilmasa, ajrmi yo'q, fazli marhamatmi yo'q. O 700 hassi, o 700 başaq, hech 7 başaq, 700 danadan hech qaysi yo'q. Ammo ajrga loyiq bir ish qildi. Onun qilgan ishiga yarasha ajrga erishib bo'lgandan keyin 7 başaq, har başaqda 100 dan shuna bo'lganda qilgan ishi 700 ish qatorida hisobga elinadi. Bu ini qo'yib kelsin. Ondan keyin Alloh subhanahu va taolo mushu fazli marhamatni bergan vaqtida qo'llangan ifodasi min ladunhu ifodasi bor. Min ladunhu. Alloh o'zining qashidan ekanligini da'volaydi. Min ladun ifodasi qanday ifoda qarindoshlar? Allah özünün həcmiga ishorat qilyapti bu yerda. Birdigan ajrninki kattaligini bizga o'zining hajmi bilan o'lchyapti. Biz insonlar dunyosiga qaraylik, har kishi bersa o'z hajmiga yarasha beradi. 10 ming so'm puli bor deb 10 ming so'mlik beradi, 100 ming so'm, 100 ming so'mlik, millionlik, bil milliarderga shloq beradi. Allah kim o? Allah bütün dünyanın egisi. Bütün mevcudatlarının yaratquchisi, cennet, do'zaxning egisi, yaratquchisi. Mana bütün qudratning sahibi. Ma nuqtadan o'ylagan vaqtda Allah beradigan ajrininki kattaligini tasavvur qilolmaymiz. Bu yerdagi min ladun ifodasi, qaranglar, min ladun ifodasi bizga masalani bayatdanki 700 hassi qo'llanishdan qanaqa qilyapti, yo'g'intyapti. Aql ma'ni bilishdan ya'ni to'xtaydigan darajada. Nimishqa aql buni bilishdan to'xtaydi deymiz? Biz inson bo'lish sifatimizga o'zimizga bir qarab boqaylik, xoliqni tasavvur qilishdan ilgari maxluq bo'lgan o'zimizni. Bizning sirtda ko'rayotgan bir badan. Bu badanda bir raisning jismi bilan eng to'ng qatlamdagi bir odamning jismi, go'sht, qon, pay, suyak o'xshash, hech qanday farq yo'q. Ammo insonlarni farqlantirgani, birini yaxshi, birini asli, birini yuqori, birini to'ng qilgani nima? Ishidagi ruhiy, insonning inson qilgani ishidagi ruh. Mush ruh bizni ya o'ngga, ya so'lga, ya ostiga, ustiga harakatlantiradigan shu. Ammo bu ruh to'g'riliq hozirga qadar hech kim bir ma'lumotga ega emas. Ruh qanday narsa, qanday shakllanadi, qanday chiqadi, qanday kiradi,
Bunu hiç kim bilmeydi hazır kadar. Hem de insan özünü bilenmegen yerde, özünün mahiyetini düşünenmegen yerde mahluk durup, halıkını kanda bilsin. Halıkının mahiyetini, halıkının hecmini kanda bilsin insan. Yani demek ki Allah bizning idrakat hududumuzning sirtida. Qur'oni Karimda sho'ng'ashqa sura An'amning 3-oyatida la tudrikuhul absar. İnsanın gözü Allah'ını göremeydi, Allah'ını bilemeydi. Dedik ya, bir mahluk durup insan başkalarına emez, özünü, yani özünün insanlığını bunu bilemegen yerde, muşu ruhunu bilgen zatını qanday bilsin. Yani men bu yerde demek şu ki Allah'ın həcmi biz biladigan ayırt emas. Oğan degan Allah bu yerde insanga beradigan ecrinin büyüklükini ifadalash uchun özünün həcmini qısdırıb atıdı. Min ledunhu devatıdı. Min ledunhu degine normalda kanuniyetin, hayat kanuniyetin halqıgan demekçi. Dünyada bir kanuniyet var qardaşlar. Allah yaratıb etken. Hem insanın oxşaşmağıdığan. Sığdı sığlaydıgan, suwaqda toңudigan, bek suwaqt qalsa toңlaydigan, otuq kirse kuydigan, işlese neticesi keladigan, yaxshi ish qilsa neticesini ko'radigan, yomon ish qilsa jazosini ko'radigan bir qonuniyat var. İnsanlar mush qonuniyat bo'yicha yashaydi dunyoda. Mayli kafir bo'lsin, musulmon bo'lsin. Ammo ma xil shaklda ladunhu ifodasi qo'llanilgan o'rinlarda qonuniyatdan halqigan bir hukm chiqariladi bu yerda. Bu ajr normal qonuniyat bo'yicha erishilgan ajrdan sırt ecir demekçi. Mesela bu qanday ifade bu ledun ifadesi. Allah özgü bağlayan ifade. Allah özgü bağlayan mesele qanday mesele. Özünün həcmiga bağlayan mesele qanday mesele dese, bunu biz Musa aleyhisselamның qıssidan azraq bir misal elib tushundirish to'g'ri keladi. Musa aleyhisselam bir payg'ambar. Ulul azm bo'lgan 5 payg'ambarning birisi. Allah bevosita paron qilgan so'zlashgan payg'ambarning birisi. Endi Musa aleyhisselamdan mo alim, bilimlik yeni bir bendinin bağlılığını Musa aleyhisselam bunu olan uçraşqılı bağlılığını Kur'an tilgaladı. Aşı bendini Allah subhanahu wa ta'ala bizge tunuştuğa vaxtı nem dedi? Sura Kehf'nin 65. ayetinde وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنْهُ biz onu ilmi öğrettik min ledunhu deydi. Min ledunna. Biz taraftan öğrettik. Yani o Adem'nin Musa aleyhisselam helaki kurashkil tefsirler, bazı tefsirlerde Hızır deydi. Hızır mı, Hızır emas mı? Bu Kur'an'ın özde Reculu Salih deb tilgalmaqla, yaxshi Adem nisbetinde. Meyli qanday o'ziga nisbatan muhim emas, muhimi bu Adem'ge, Hızır Musa aleyhisselam ügünlügeli bağıdak bilim nereden kelgan desa, normal qonuniyatlan kelmagan. Adata normal qonuniyatdan bilim qanday keladi? Ügünüp, mektep görüp, ustazını elip, kitapta okup, körüp, tecrübe, manondan keldi. Lekin bu adamga bilimlerden kelgan ve allamnahu min ledunna. Allah bu adamga bergan bilimni özünün həcmiga bağladı dedi. Bizden dedi. Yani kanuniyettin halqıgan bir şekilde vasıtsız, sebepsiz bir bilim berdik dedi. Manda ifade yani. Manda ifade. Elbette ki milledun ifadesi meselenin insanlar biladigan hacimden yuqurliqini, çoğunluqini ifadalash uchun kelgan qarindoshlar. Yani qiyomatdagi hisob sistemasi shuki oyatning mazmuni bo'yicha yomonlik o'z hajmi bo'yicha hisoblanib jazo beriladi, yaxshilik o'z hajmidan halqigan, ya'ni inson bilalaydigan hajmidan halqigan shaklda hisoblanib jazo mukofotlanadi. Amma en ahırısı da dep koyduğun gepimiz Allah muşularının hemmisini yani bende qilgan ameli arqılıq, yaxshi ameli arqılıq, yaxshi işleri arqılıq layık olgan kısmını ve bunun üstündeki Allah öz fazli merhameti, özüge layık bir şekilde bergen fazli merhamet, yani qoşulgan, artılgan, həsilengen kısmı hemmini qoşup ecir dep atıdı. Asli insanın ecri emas, insanın ecri özünün qığınığı layık erişkin insanın ecri. Onun üstündeki Allah'ın fazli merhameti. Lekin Allah hemmini qoşup ecri dep atışı insanın qığan şu kiçikkina işlerine Allah ehtiram qıldı bu yerde. Ne senin dedi onu. Sen şununla layık dedi. Allah'ın bunun artıq merhameti olmaz. Allah'ın bunun artıq insana qığan hürmet olmaz. İnsanla bergen, körsetken, yani mehir şefkat olmaz. Allah subhanahu wa ta'ala
hammalarni qilgan ozg'in ishlarimizdan Allah'ın özü tarafından beriladigan fazli merhametiga erişishga nasib qilsin. Qiyomat kunisi qilgan amallarimiz hisobga elinmaydigan kishilarning qatoridan qilmasin. Vaqt munosabati bilan bugun darsimiz bu yerda oxirlashdi. Kelar soatlik darsimizni ko'rishgacha hammanglarni Allohga omonat qildim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.